Avval hammanglarga yig'inimizga kelganlarni qarshi olaman. Yiroqlardan keldinglar. Aslida biz ko'ngilda yaqin edik. Makon jihatda yiroq bo'lib qoldik. Yiroqlardan kelib sirdoshlaringlar bilan bir yerda bo'ldinglar. Hamda mening bilan o'xshash bir yerga kelganinglarni qarshi olaman. Hozir mening qo'limga mikrofon chiqqan hamon do'stlarimni andishiga solganimni his qilib turyapman. Shu sababdan qarindoshlarimga qisqa bir salomimni aytish orqali ularning ijozati va ma'qulligini qo'lga keltirishni o'yladim. Alloh xolisa bu kishi bizni zeriktirdi degizmayman. Biz da'vo kishilari. Dardi bolalar so'zlaydi. So'zlagandimi uzoq so'zlaydi. Davoni tushundirguchilar uzoq so'zlasa huzur his qilish kerakki, andishi qilmaslik lozim. Kun bo'lsa kunduz bo'ladi. Ko'k bayroq bo'lsa ondan sharqiy Turkiston osmonidan lapildaydi. Allah ko'nglimizdikini biladi. Allah bardoshlik berolmayotganligimizni biladi. Ko'zimizdan eqiyotgan yoshlarga qaror berolmayotganligimizni biladi. İşinlarda bu ish ilohiy irodaning doirasi ichida emas deydiganlar bormi? Daraxtdagi g'azonlar Allohning irodasi bilan lapillaydi. Allah daraxtdan tushayotgan yaproqlarni biladi. Allohning dargohiga safar qilgan qarindishim Abdul Hakim Maqsumga Allohdan rahmat tilayman. U bu da'voning qurg'uvchisi edi. Bu qarindoshlar uchrash yig'ilishining qurg'uvchisi edi. Qalbimizda alohida hurmat egisi bo'lgan Abduqodir Yapcan uchun duo qilaman. Diqqat qilib quloq solinglar. Qarindishimiz Abduqodir Yapcanning azobli kunlarini oxirlashtirib, aramizga qaytishi hammamizning umidi. Shunga inson irodasi va shaxsiy g'arazlari bilan amlashtirilgan bu ziyonkashliklarning oxirlashishini Allohdan tilayman. Bu yig'ilishning 9-qitimligini o'tkazyapmiz. Men islom tarixidagi aqaba uchrashish bilan bu yig'ilishning o'rtasida o'xshashlikning borligini ko'ryapman. Birinchi va ikkinchi aqaba uchrashishidagi jafokash, fidokor odamlar, ular 75 atrofida edi. Buluşmuş cefakar insanlar, fedakar insanlar. Önce birincisi, sonra ikincisi. İkincide buluşanların sayısı yaklaşık 75. Qarang, Reis Hidayatullah hacimning bayatni so'zlagan so'zini yüz tushundim desam, aminatga uyg'un bo'lmay qoladi. Rostini desam, %30% tushundim. Reis Hidayatullah hacim mudaq dedi. Bizda birlik va barobarlik bo'lishi lozim. O'zaro talashadigan narsalarimiz yo'q. Ham talashmaymiz, aksincha birlashimiz dedi. Aqaba uchrashishidagi 75 kishiga payg'ambar alayhisalom vazifa berdi. Ular vazifani ustiga elib Madinaga qaytishdi. Ularning har biri oz deganda 1 yil ichida 20 kishini o'ziga agashtirdi. Haqqi yetakladi. Payg'ambar alayhisalom Madinaga borganda musulmonlarning soni 1500 ga yetgan edi. Undaqda Makkadan kelganlarning soni qanchalik bor edi? Buni hisoblab boqaylik. 50 midi? 100 midi? 1500 ni 75 ga bo'lsak, natijasi 20 chiqadi. Demak, aqaba uchrashishida buyruq elib, ota-onam sana fido bo'lsin deb o'zining g'ururini, nafsi xohishini, borlig'ini fido qilgan 75 kishi Madinaga qaytib, har biri oz deganda 20 kishini o'ziga agashtirdi va haqqa chaqirdi. Ikkinchi aqaba bayitidan keyin Alloh sahobalarning samimiyati, g'ayrati badaliga nurg'un muvaffaqiyatlarni berdi. Payg'ambar alayhisalom Madinaga 1500 kishining vakili bo'lib keldi. Madinadagi Bani Hazraj, Bani Qurayza, Bani Nazir qabilasining vakillari bilan birlikda tunji bo'lib dunyoda qon bilan va adolat bilan eng cho'ng, uning o'xshini topqili bo'lmaydigan qonunni tuzib chiqib, davlat qurdi. Davlat. Men sizlarga shuni deymanki, xuddi payg'ambar alayhisalomning atrofidagi sahobalardek bir-birimizni tushunsak, raisimizni tushunsak, bir-birimizga mehribon bo'lsak, bir-birimizdan talashmasak, o'zaro kuyunsak, ko'k bayroqning mustaqilligi va uni osmonda lapilditish yo'lida nafsimizni, iqtisodimizni fido qila olsak, so'zlarimizning, harakatimizning natijasining qanday bo'lganligini taxmin qila olamsizlar? Bu haqda tamkin fikr qilishinglarni umid qilaman.
Meni bu yerga salom soatlash uchun taklif qilsa, salom aytadigan o'xshaydi deganmidinglar? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sizni qarshi olamiz desak salom bo'ladi. Men unda qila olmadim. Bu jihatda men adabsizlik qildim. Bu yüzden meni kechiringlar. Bu davo mening davoyim. Men ko'k bayroq bilan qizil bayroqni farqliq deb qaramayman. Ko'k bayroq qizil bayroqning qarindishi. Bu bayroqlarning biri dunyoning bir tarafida, yana biri dunyoning yana bir tarafida, birisi Qashqarda, birisi İstanbulda, birisi birga erkinligan holda bir-biriga qarishib lapildigus inshaalloh. Tajovuz Xitoy va uning har sohadagi ashaddiy kuchlari, axborot kuchlari va ularning dunyoviy kuchlari hamda xalqaroda ularning tarafini oladigan davlatlarning hammasi harakat qilyotdi. Biz va musulmonlarning haqqida bo'libmi Xitoyning yetakchiligida Sharqiy Turkiston davosiga qarama-qarshi holda davoyimizga dunyo xalqining nafratini qo'zg'ash uchun qo'llaridan kelganining hammasini qilyotdi. Bir algı oluşturmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Sharqiy Turkistonliklarni terrorchi, Daesh bilan bir yo'lda deganga ishontirish uchun qo'lidan keldiganining hammasini qilmoqda. Dunyodagi barliq yer sharlashgan kuchlar Xitoy bilan ittifoqlashmoqda. Mening sizlardan kutadigan umidim bo'lsa, biz ularning bizni xalqaro xato tushuntirishga sabab bo'ladigan planlarga aldinib ketmasligimiz lozim. Masalan, bu yerda hammamiz bir yerda turyapmiz. Bir-birimizni hayajonlantiradigan so'zlar birimizning og'zidan chiqib qolishi mumkin. Mening İstanbulda qizil bayroq, Qashqarda ko'k bayroq deb bo'ldisin deganimdek. Bunda holatlarda biz ishimizda Allohu akbar deyli. Biz ishimizda inshaalloh deyli. Tashqi jihatda va mohiyatda Allohu akbar deb tuyuqsiz hissiyot qo'zg'alib ketgan, hissiyot bilan ish qiladigan yoki bizni ma'lum maqsadlarga yetish uchun peshga qiladigan har qanday bir kishiga fursat bermayli. Basirat bilan ish qilayli. Hazrati Ali Alloh uningdan rozi bo'lsin, mundaq degan. Sening sirring, sening asiring. Agar siringni kishilarga so'zlab atsang, o'z siringning asiri bo'lib qolasan. Nima degan katta, nima degan hikmatli so'z bu. Meni yaratgan qudratli kuchga hayronman. Davlatlar funksiyalari bir-biriga o'xshamaydi. Bu xil sezgi nuqtalarni bilishinglar kerak. Biz yolg'iz emas, igichoqsiz emas. Alloh haqiqatan bizning hamrohimiz. Lekin Xitoyga hargiz fursat bermasliklaringdan umid qilaman. Xitoyga fursat beradigan har qanday harakatlarda bo'lmasliklaring lozim. Bizning davoyimiz muqaddas. Bizning davoyimiz haq. Bizning tartgan jafolarimiz natijasiz qolmaydi. Kunlarning o'tishi bilan oxirgi g'alaba bizga mansub inshaalloh. Sizda samimiyat, fidokorlik bo'lsa, qilgan amalingiz natijasiz qolmaydi. Bizning bu yerga yig'ilishimizdagi sabab motorimizni energiya bilan to'ldirish. To'lgan motorimiz bilan har birimiz o'zimiz turgan yerimizda, qilgan xizmatlarimizda kelar yilgacha bu yerda olgan ilm va energiyalarni joyiga va o'rniga ishlatishinglarni umid qilaman. Bu uchrashlar inshaalloh davom qiladi. Kelar yili yana uchrashimiz. Ey Alloh, bizning ishimizning muvaffaqiyatli bo'lishini nasib qilgin. Amin. Hayot bo'lganlar bilishalaydi. Birlashganlarining hamma ishi yurishudi. Kun o'tib, oy o'tib, muvaffaqiyat sizlarga mansub bo'lg'us. İnşallah. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Sağ olun, var olun. Allah yar ve yardımcınız olsun.